Internetga chiqib olib, Qur'onni yirtib, payg'ambarni haqorat qilayotgan mana bu isqirti videosini bir ko'ring-da. Pravimda mana qarash, tishlarim og'rimagan ko'rishdingmi? Mana tishlarim oppoq turibdi. Men Pravimman. Kiming musosan? Avvalambor barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Qilichbek. Ijtimoiy tarmoqda mana bunga o'xshagan masxaraboz isqirtlar ko'paysa ko'payyaptiki, aslo kamaymayapti. Bu marazam bir Qur'onni yirtdi, payg'ambarni haqorat qildi. Ana endi yana tomoshalar ko'rsatyapti ekan. Videosini barchasini sizlarga qo'yib beraman. Videoni oxirigacha ko'ringlar va kommentariyaga o'zingizni fikringizni yozib qoldiringlar. Va bitta narsani aytaman. Alloh bunga o'xshaganlarga kifoya qilsin, jazolasin. Mening niyatim shu. Gapimga qo'shiladiganlar videoga like bosib qo'yishlikni unutmang. Marhamat, videoni tomosha qilinglar. Ularni kim deb o'ylashadi? Pezzalela, eshak soqollar, pidoraslar, ma Qur'on kitobiymi, a? Qur'on kitobiymi, a? Ko'ryapsanmi? A? Ko'ryapsanmi? Ularni, a? Qur'on kitobmi? Mana. Ana va rivoyatda Muhammad sallallohu alayhi va sallamni emizmagan ekan. Men onamiz deyishga hazar qilaman. Bolasiga enchagini berib emizmaganicha hazar qilgani uchun bolasidan bo'ptimi? Muhammad sallallohu alayhi va sallamni kelgan boshqa ayol emizgan bo'ptimi? Yig'lashmaydi. Bilasiz, hozirgi vaqtda Rossiyada kurslar bir pasayib, bir ko'tarilib ketyapti. Shuning uchun men sizlarga eng zo'r kurslarda O'zbekistonga pul o'tkazadigan ilovani tavsiya qilaman. Tezda ilovasi. Bu ilova orqali sizlar Rossiyadan turib istalgan O'zbekistondagi Humo va Uzkartlarga bez komissiya pul o'tkazmasini amalga oshirsangiz bo'ladi. Bu ilovani yana bir qulay taraf shundaki, O'zbekistondan turib Rossiyadagi do'stlaringizni ham kartalariga pul o'tkazmalarini amalga oshirsangiz bo'ladi. Ilovani yuklab olish uchun App Store va Play Marketdan qidirishingiz mumkin. Silkasi kommentariyada turibdi. O'sha silkani ham bosib, bemalol telefoningizga yuklab oling va qiynalmasdan pul o'tkazmalarini amalga oshiring.